Assalomu alaykum barchaga, avvalambor ko'rib turganlar bo'g'ayta bo'lsam, mana bugun biza Sayfi bobo shashlik xonasiga keldik. Qashqadaryo viloyati shahri, Sabz shahri, poyezd vokzal stansiyada joylashgan. Hammani Shahrisabzdagidek bo'lsa shu kafega taklif qilamiz. 7 xildan iborat shashliklari bor, mavjud. Lo'la kabob, kuskavoy, jigar, tovuq, gurdinka, somsalar ham 3 xil, 4 xil. Shu yerda joylashgan Shahrisabzda oldi kafelardan. Shu jumladan bu yerda mana hot dog, lavash, kepsi nimalar ham bor, mahsulotlari, tovuqlar ham tayyorlanadi. Kechqurun bilan savdo gavjum bu yerda. Gap yo'q. Sayfi bobo kafesiga taklif qilamiz. Mana hozir bu yerdan shashliklar qo'yilgan o'zi. Odamlar zo'r gap bo'lishi mumkin emas, marhamat. Mana bu yerda esa mana shashliklar tayyorlanadi. Marhamat, ko'skavoy, qo'y go'shtidan, mol go'shtidan, lo'la kebablar, chopma, jigar, ko'rinni hammasidan bu taklif qilamiz. Sabz shahar, stansiya Sayfi bobo shashlik kafesi. Xizmatda har doimgidek boboy. Gap bo'lishi mumkin emas, gap yo'q, ukamizga gap yo'q. Katta rahmat, voy sog' bo'linglar uloqim. Mana bu yerda esa mana somsalarimiz. Hammani taklif qilamiz. Stansiya Sayfi bobo kafesi. Gap yo'q. Xizmatlarga ham gap yo'q, sog' bo'linglar uloqim. To'g'rilarimizga ham gap yo'q, mana somsa pazlarimizga. 3 tandir somsa mana oldin maketin hammasi tayyor. Всех приглашаем, друзья. Кашкадаринская область, город Шахрисабз. Слов нету, друзья. Доставкалар ham bor. Marhamat, har xil salatlar. Barchlar kuskavoy. Marhamat, dostavka raqami bemalol telefon qilib, mo'ljalingizda aytsangiz olib borib berishadi. Hammani taklif qilamiz. Всех приглашаем, друзья. На шашлик. Кашкадаринская область, город Шахрисабз.